Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan judayam mazali va judayam yumshoqqina yong'oqli pirog tayyorlaymiz. Bu pirogni albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak, judayam zo'r chiqadi. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Demak, kerakli bo'lgan mahsulotlarimizni tayyorlab oldik. Bizga qatiq, tuxum, shakar, saryog', razafritsil, iste'mol sodasi, un, yong'oq, saryog' va shakar kerak bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib 200 gramm xona haroratida yumshab turgan saryog'ni idishga solamiz. 200 gramm shakarni qo'shib miksarlab olamiz. Mahsulotlarimiz iloji boricha xona haroratida bo'lishi kerak. Shakar va saryog'ni miksirlab olganimizdan keyin 5 ta tuxumni bitta-bittadan solib miksirlashda davom etamiz. 5 ta tuxumni yaxshilab miksirlab olamiz. Qiziqjonlar, Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimizda YouTube'da yo'q retseptlarni topishingiz mumkin. Bundan tashqari Telegram kanalimizda pullik onlayn kurslarimiz ham mavjud. Telegram kanalimiz linki video tagida yozib qoldirilgan. 450 gramm xona haroratidagi iliq qatiqga 3 gramm iste'mol sodasini solib aralashtiramiz. Sodaga xohishga qarab biroz uks qo'shishingiz mumkin, uksiz qo'shmasdan solishingiz ham mumkin. Qatiq shunaqa ko'pirib chiqadi va saryog', shakar, tuxumli massaga qatiqni solib yana miksirlab olamiz. Unimizni va razafritsilni qo'shamiz. Xamirimiz shunaqa oppoqqina, yumshoqqina xamir bo'ladi. Yengil воздушный xamir bo'ladi. 300 gramm yong'oq kerak bo'ladi bizga. Yong'og'imizni ham choper yordamida maydalab olishimiz kerak. Qolipga pergament qog'oz solib, tagini biroz yog'lab olamiz va xamirimizni yarmisini solib chiqamiz, tekislab olamiz. Maydalangan yong'oqga 200 gramm shakar va 50 gramm xona haroratida yumshab turgan saryog' solib aralashtirib olamiz. Qolipdagi xamirimizni ustiga yong'oqli nachinkamizni yarmisini solib sepib tekislab chiqamiz. Yong'oqli nachinka ustidan qolgan xamirimizni solib ehtiyotlik bilan tekislab olamiz. Tekislab olingan xamirimiz ustidan yong'oqli nachinkani qolgan qismini solib sepib olamiz. 160-170 gradusda qizdirilgan duxovkada tepa-past baravar yoqilgan holatda pishirib olamiz. 35-40 daqiqa atrofida pishib chiqadi. Pishganini cho'p yordamida tekshirishimiz mumkin. Judayam mazali, judayam yumshoqqina bo'lgan yong'oqli pirogimiz tayyor bo'ldi. Kesib oralarini ko'ramiz. Mana videoda ko'rishingiz mumkin, judayam yumshoqqina bo'ladi, osongina kesiladi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman, judayam mazali chiqadi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimiz linki video tagida yozib qoldirilgan. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Mahfuzaxon Rahimova.